Depressiya va stress qanday qilib erkaklarda ginekamastiyaga olib kelishini o'rganishdan avval prolaktin o'zi organizmda qanday ko'payishini tushunib olish kerak. Normada erkaklarda va homilador bo'lmagan ayollarda ham oz miqdorda prolaktin ishlab chiqarilib turadi. O'zi prolaktin ishlab chiqarish qanday amalga oshadi? Gipotalamusdagi arkut yadrolar dofamin degan mediator ishlab chiqaradi. Dofaminning ikkinchi nomi prolaktin tormozlovchi gormon hisoblanadi. Normal holatda erkaklarda arkut yadrolardan ishlab chiqarilgan dofamin gipofizning oldingi bo'lagi, ya'ni adenogipofizdagi laktotrop hujayralarga ta'sir qiladi. Chunki laktotrop hujayralarda ushbu dofaminni sezadigan dofamin 2 retseptorlari mavjud. Arkut yadrolardan ishlab chiqarilgan dofamin ta'sirida dofamin 2 retseptorlar qo'zg'aladi. Bu retseptorlar GI proteinli retseptorlar oilasiga kiradi. Bilamizki, GI proteinli retseptorlar bezlarda beta va gamma subbirligi bilan ishlaganda bez hujayrasidagi kaliy kanallarini ochadi. Kaliy kanallarning ochilishini hisobiga hujayraning ichidagi kaliy tashqariga chiqib ketadi. Kaliy musbat zaryadli bo'lganligi uchun hujayra manfiylashadi va bu hujayra giperpoliarizatsiya holatiga o'tib tormozlanadi. Xuddi shuningdek, dofamin ta'sirida qo'zg'algan laktotrop hujayralar ham normada tormozlanib, ular prolaktin ishlab chiqarmaydi. Lekin qachonki erkak kishi uzoq va chuqur depressiya va stressga tushganda uni arkut yadrolari dofamin ishlab chiqarmay qo'yadi. Dofamin ishlab chiqarmagandan keyin dofamin laktotrop hujayradagi dofamin 2 retseptorini qo'zg'ata olmaydi va buning natijasida endi prolaktin ishlab chiqarish to'xtamaydi, balki u oshadi. Ya'ni laktotrop hujayralar prolaktin ishlab chiqaryapti, chunki tormozlovchi modda yo'q. Qachonki prolaktin laktotrop hujayradan ko'p ishlab chiqarilganda u qonda miqdori ko'payadi. Qonda prolaktinning miqdorining ko'payishi giperprolaktinemiya deb ataladi. Prolaktinning vazifasi ko'krak bezini faollashtirish, ya'ni qanday ta'sir ko'rsatadi? Qon orqali ko'krak beziga yetib kelgan prolaktin ko'krak bezidagi alveolar hujayralariga ta'sir qiladi va ularni stimullaydi. Alveolar hujayralarning vazifasi sut ishlab chiqarish. Demak, erkak kishida prolaktin miqdorining oshib ketishi ko'krak bezidagi alveolar hujayralarning faoliyatini oshishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi tomondan prolaktin gipofiz bezining oldingi bo'lagidagi boshqa bir gormonlar, ya'ni gonadotrop gormonlar hosil bo'lishini tormozlaydi. Gonadotrop gormonlarga follikul stimullovchi gormon hamda lyuteinlovchi gormon kiradi. Bularning vazifasi nima? Follikul stimullovchi gormon erkaklarda spermatogenez hosil bo'lishini rag'batlantirsa, lyuteinlovchi gormon leytik hujayralarga ta'sir qilib, testosteron hosil bo'lishini kuchaytiradi. Endi prolaktin ta'sirida follikul stimullovchi gormon hamda lyuteinlovchi gormonlarning hosil bo'lishini pasayishi erkaklarda androgenlar hosil bo'lishini pasayishiga sabab bo'ladi. Va bu esa erkaklarda androgen hamda estrogen balansining buzilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni androgen miqdori tushib ketyapti, bu esa estrogenning funksiyasini oshishiga sabab bo'ladi. Erkaklarda estrogen nima ish qilib beradi? Erkaklarda funksiyasi oshgan estrogen erkaklarning ko'krak beziga ta'sir qilib, ko'krak bezidagi hujayralarda ko'payishiga, ya'ni proliferatsiyasiga sabab bo'ladi. Demak, prolaktin miqdorining oshishi depressiya va stressda bevosita erkaklarning ko'krak bezidagi alveolar hujayralarni stimullaydi. Bilvosita yo'llar bilan follikul stimullovchi va lyuteinlovchi gormonlarning miqdorini kamaytirish orqali estrogen faoliyatini kuchaytiradi va estrogen orqali yana ko'krak bezining hujayralarining ko'payishiga sabab bo'ladi. Va bu orqali erkaklarda ko'krak bezining kattalashuvi, ya'ni ginekamastiya kuzatilishi mumkin va bularning barchasi depressiya va stress tufayli kelib chiqyapti. Lekin eslatma sifatida aytib o'tishimiz kerakki, har doim ham depressiya va stress erkaklarda ko'krak bezining kattalashi, ya'ni ginekamastiyaga sabab bo'lmaydi. Chunki dofaminning manbasi, ya'ni depoz faqatgina arkut yadrolar emas, balki insonlarda markaziy nerv sistemasining boshqa tuzilmalaridan ham dofamin ishlab chiqariladi va bu narsa kompensatsiya qilinishi mumkin. Lekin prolaktin miqdorining oshib ketishi erkaklarda doimo gonadotrop gormonlarining miqdorining tushib ketishiga va bu orqali erkaklarda jinsiy maylning pasayishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu narsa doim bo'ladi, jinsiy maylning pasayishi. Lekin ko'krak bezining kattalashi doim ham kuzatilmasligi mumkin.